Assalomu alaykum hammaga. Hurmatli YouTuberchilar, charchamayapsizlarmi? Tuzumsizlar. Sizlar bilan Ergash Burxon suhbat playlistiga xush kelibsizlar. Bugungi mavzuyim og'ir tema. Odam gapirgisi kelmaydigan temalardan biri, tabu mavzulardan biri ichkilik chekish temasi. Ichkilik chekish temasi. Bu mavzuga o'zi qo'l urmoqchi emas edim. Kelajakda chunki tanishlarim ko'radi, yaqinlarim ko'radi, uydagilarim ko'radi, qolgan ko'pchilik ko'radi. Lekin baribir yoqmasa-da deydi-yu, og'ir bo'lsa-da mavzu, gapirishim kerak. Chunki hayotimda baribir ichkilik chekish temalariga oid narsalar bo'ldi. Uzoq emasman bu ichkilik temasidan. O'shanga yoqmasa-da gapirishim kerak. Chunki nimaga? Bu yerda ideal insonni yuzaga keltirmoqchi emasman. Ideal, komil insonni obrazini olib chiqmoqchi emasman. O'shanga boricha gapirishim kerak deb o'yladim. Shunaqa joyga keldi deb o'yladim. Xo'p, ichkilik chekish temasiga keladigan bo'lsam, deb o'ylanib 16 yoshimgacha keladigan bo'lsak, 16 yoshimgacha 18 даже 18 oxiri bo'lsa 19 yoshimgacha o'zi umuman tega ichkilikdan, chekishdan uzoq bo'lib yurganman. Lekin chakishga keladigan bo'lsak, juda ko'p marta sotib olganman magazindan adam uchun. Adam uyda bo'lib qolgan paytlarida adamga olib chiqishga, lekin juda ko'p marta chiqqanman, juda ko'p marta sotib olganman, qo'limga ushlaganman. O'shanga meni o'ylashim bo'yicha sigaret menga anaqadek ko'rinmagan yoshligimdan, pontdek ko'rinmagan. Masalan, chakib ko'rish kerak, qiziqib ko'chada ozgina bitta chakib ko'rib, qanaqa ekan, nima ekan deb qiziqish ham bo'lmagan. Chunki men ko'p tutunni ham hillaganman. Kakani bir adam chakib turganlarida oynadan oldilari kelar, adam bor uzoqroq ket, chakyapman, bu yoq foyda zarar tegadi. Bor o'g'lim aylanib kelgin dedilar. Normal edirdim. Bu yoq turib, hidi baribir bo'lib turardi, bir hidi anaqa bo'yicha. Xullas, o'sha uyimizda har doim sigaretni ko'rganimgami, anaqa bo'lganigami, ko'p sotib olganimgami, sigaret umuman interesim ichida bo'lmaganimda. Pontga ham chakmaganman. Masalan, yoshlikda bolalarning orasida gaplashib turganda, kechqurun ovqatdan keyin nimadir chakish ko'pchilik yoqadi. Masalan, yesa-yemasa, masalan, sigaretni o'ziga xos anaqasi bor baribir, o'zini atmosferasi borda. Kinolardan tortib hamma ko'p joyda baribir sigaretni o'zini o'rni borda. U sigaret bilan takoy bo'ladi-da. Masalan, просто tak ko'chada osmonga qarab turib, jim o'ylanib turib, bitta joyga qarab qolsa, kimdir ko'rib, jinnimi, u yoqmi, g'alati, nima qilyapti u, jim sal qarab emasmikin deb odam o'ylab qoladi. Kimdir chakib turib, osmonga qarab, chakib, jim tursa, u odatiy holda, normal holat. Bu вообще chotki holatda, chunki bu ko'pchilik hammamizga singib ketgan bu obrazda. Aytadigan bo'lsam, xullas chekish umuman shu yoshimga keladigan bo'lsa, chekish temasini yopib qo'yib oldim. Chekish keladigan bo'lsa, 20 yosh tugul shu hozirgacha Xudoga shukr chekish temasidan uzoq bo'ldim, chekmadim. Kanallarga ham bormadim. Kanallarning oldida o'tirganman, o'rtoqlarim oldida. Kalan umuman chakmaganman. Kalandan qiziqish bo'lmagan. O'zi nimaga aytolmay, yana aytib qo'ying, o'zi xatolarni aytish kerak emas deyishadi. Aytiladi-da, o'zi xatolarni, unaqa bo'lgan ishlarni aytirish kerak emas. Ularga просто endi YouTube'da nima endi? Просто hammasini zo'r narsalarni gapiravermayman. O'xshab qolayotgan narsalarni o'zimni ideal deb ko'rsatib, yaxshi narsalar haqida gapiravermayman. Bu hayot, bu kinoga o'xshaydi. YouTube ham kinoga, ya'ni bu yerda yaxshilarning yonida yomonlari ham birga bo'lish kerak, chidash kerak. Chunki bitta fonda keta olmaydi-da.
bitta fonda, bitta anaqada ketilolmaydi. Har xil etaplar bo'linadi. Har xil etaplardan o'tilar ekan inson. No, YouTube'imni ham как televizordek qilib qo'ymoqchi emasman. Chiroyli, ideallashtirib, o'zim shunga ishontirib, nima deydi? Bitta odam zo'r aytdi-da. Ko'pchilik san'atkorlar, ko'pchilik ijodkor odamlari bir xillikni yaxshi ko'rishadi. Masalan, men ularni kritika qilmayapman. Просто men ular o'sha gapdan ilhomlanib o'zi shu mavzuni gapirishga qaror qildim deydi. O'sha nimadan ilhomlanganimni aytmoqchiman yana. Ko'p ijodkorlar bir xil bo'lib qolgan, bir xillikdan qochadi. Xalq oldida odamlar nima deydi deyishni o'ylab, bir xil narsalarni qilinadi. O'zidan o'zi masalan ijodkorlik, boshqacha yangi yondashuv, yangi yo'nalishlar qilish juda kamdan kam deb aytilgani uchun men ham endi yengillik qilmayapman. Mendan oldin ham ko'pchilik уже gapirib bo'lgan bu haqida. Men o'zim uchun qilmoqchiman, mana shu joydan o'tib olmoqchiman. Xullas, aytadigan bo'lsam shu, yaxshilarni ham gapira olmam, yomonlarni ham gapira olishim kerak, yoqmaydiganlarni ham gapira olishim kerak. Shu aytadigan bo'lsam, chakishdan uzoq bo'ldim, hozirgacha chakish umuman hozir ham qiziq emas. O'sha yoshlikdan olib kelishga harakat qildim chakish bo'yicha. Bitta elektronniy sigaret chakdim. Eng qizig'i, u ham nimaga chakildi? Eshitsangiz kulaverasizlar. O'rtog'imga video olamiz. Instagramga nimadir o'zimizcha kontent qilyapmiz. Просто tak, yesa emas, zerikishdan-da qilyapmiz. Takoy siqilish muzikada o'tiribdi, rasmga qarab o'ylamoqda deb o'rtog'im, men videochiman. Bu yerda o'rtoq deyman, bu yerda tutun kerak senga deyman-da, takoy tutun berishimiz kerak deyman-da, tutun anonimni berib turdim-da, chakmaganman. O'sha payt oddiy holda shunda oldim. Tortib takoy tutun beryapman-da, videoga fon anaqasida takoy tumanli qilib beryapman-da. Keyin boshim ozgina nima qildi, sal mamut og'rib qoldi, ozgina og'riqni sezdim. Sal tushundim keyin nima chakishligini. Sal mana shunaqa bo'lar ekan, sal mamutimni ortib qo'ydi dedim-da sherigimga. Keyin sotolmadim, chakmadim. Eng qizig'i shu paytgacha sharoit bo'yicha sigaret, kalam, elektronniga umuman sharoit bo'yicha men bemalol yetaman. Bemalol sharoitdan qiynalmayman, yetadigan bo'lsam. Hozir ham agar sharoit keladigan bo'lsa, kalammi, elektronniy sigaretni bemalol, nerealni bemalolda qila olaman, lekin menimcha ko'pchilik anaqa ham qilishi mumkin, pulga ham taqashi mumkin. Masalan, pul juda yo'q bo'lsa, o'shaning uchun ham ushlab turilibdi. Ko'proq pul topilsa asr bashirlar ochiladi deydi-yu. Menimcha ochilmadi sigaret bo'yicha. Endi ichkilikka keladigan bo'lsa, ichkilikda jiddiy chuqurga tushganman, jiddiy choqqada tushganman deydi ichkilikda. Ichkilikka keladigan bo'lsa, ichkilikka 19 yoshimgacha, 20 yoshimgacha даже, 20 yoshimgacha ichmaganman. Bitta ikki marta tatib ko'rganman. U yoq bu yoqda o'sha joylarni aytib o'tirmayman. Xullas bitta ikkita joylar tatib ko'rganman. Masalan, aroni bilmas edim-u. Aron tatib ko'rmaganman, aron ichmaganman, pivani ta'mini yaxshigina bilardim. Keyin nimadan boshlandi? 19 yoshimda boshqa davlatga ketdim. Bu kimdir aytishi mumkin-da, hozir tarafdan pul topib, o'g'il bolani basharasi ochiladi, to'qligiga sho'xlik deyiladi. Bunaqa deyish ham mumkin-da. Pul topib o'zgargan bo'lishi mumkin. Bu variant ham bor. Shu to'qligiga sho'xlik qilgan bo'lishi mumkin, zerikib ham qilgan bo'lishi mumkin. Просто tak qilgan bo'lishi mumkin, puntga qilgan bo'lishi mumkin, interesni qilgan bo'lishi mumkin yoki yoshligimda balki olib qo'ygan o'zi anaqam bordir, o'zi qanaqa ichsa, qaysi dozada ichsa odam haqiqiy to'kilib qoladi, haqiqiy o'zi nima deyotganini bilmay qoladi, qaysi sharoitga tushib qoladi. Men ko'pida o'zi shunaqa ichganman, to'g'risini aytsam. Ko'p ham ichib olmaganman, bir xil payt ko'p ham ichdim. O'sha ichganimda ham bilib bo'ldim, qaysi birida nima doza berishini, qaysi joyda nima aniq qilishini hozir aytib beraman buni ham. Hop, qanaqadan o'zi boshlandi? Agar boshqa fokusdan qaraydigan bo'lsam, men fokusdan aytib bo'ldim-da, to'qligiga sho'xlik, pul ko'payganidan, zerikkandan,
deb ham aytsa bo'ladi. Endi bu fokusga oladigan bo'lsak, 19 oxiri, 18 oxiri men ishlaydigan boshladim. Kechqurun ishlayman, pulni. U sistema 1 yil почти davom etdi. Men kechqurun azartda bosa-bos bo'ldi, kunduz tayinli uxlanmadi. Keyin unaqa sistemadan chiqib qolgandan keyin 1 yil kechqurungi ishdan keyin bir to'xtab qolib, bir balansim buzilib ketdi-da, pul bo'yicha, ya'ni 1 yilcha balansim buzilib ketdi. Yaxshi ketmadi. Lifestyle ham, ish ham, o'qish ham, xullas hammasi yaxshi ketmadi. Hammasi buzilib ketib qoldi. Bir yil pulga o'rganib qolgan edim. Bir yil puldan qiyinchilik ko'rmadim. Masalan, pul yaxshigina emas, xullas kimgadir ko'p, kimgadir kam. O'zim uchun o'sha oldingi videolarimda aytganimdek, o'zim oldingi finansiy holatimga qarasam ko'p-da. Orttirish u yoq bu yoq, xullas oqimga tushdim, haqiqiy bosa-bos bo'ldi. Keyin miyam o'sha bang'illab ketib qoldi. Miyam portladi. Miyam nimaga portladiki, kunduzi o'qishda uxlab qolganman, uyquga to'ymayapman, kechqurun ish, unaqa sistemadan keyin o'rganib qolganman, keyin unaqa ishlar yo'qolib qoldi. U ish ham yo'qolib qolgandan keyin yana boshqa ish topish kerak, o'qish, bilash kerak. Uydagilar bilan gaplashish kerak. O'zbekistonning o'ziga yarasha muammolari bor, ularni hal qilish kerak. Uydagilar bilan o'zimni temalarim, har xil temalarim chala bo'lib ketib qoldi-da. Har xil temalar, sog'liqdan u yoq bu yoq problema. Keyin xullas men dumkaga tushib qoldim. Realni tupikka kirdim. Hozir men hozir ham tupikdaman. O'sha payt undan battar tupikka kirdim-da. Ko'p narsa yo'q. Nimalar bo'lyapti deyman. Keyin hozir taraflar o'sha payt o'xshagan edi-da. Hozir taraflar o'sha payt men uchun eng katta bo'lgan maqsad, orzuni qildim. U haqida ham keyin gaplashamiz. Lekin balki o'sha dopamin tushib ketib qoldimi? Birinchi qilmoqchi bo'lgan ishimni qilib bo'lganimdan keyin dopamin kerakmidi? Burn out bo'ldimmi? Yonib ketib qoldimmi? O'zbekchada nima deydi? Bitta maqsadga erishib bo'lgandan keyin odam to'kiladi deydi-yu, yangi orzu bo'lmasa sinib qoladi deydi-mi? Shunaqa sinib qoldimmi? Men ham yaxshigina xullas o'ta cho'kdim, sindim desa ham bo'ladi. Keyin shu bizildi, yangi yildan boshlandi. Eng qizig'i vinodan boshlandi. Davay ozgina ichdim, yo'q vino unchalik anaqa emas. Yaxshi ham tepmaydi men nazarimda. Vino просто sok. Gapirishim mahaliylar. Men to'g'risini gapiryapman-da, faqat yaxshi narsani aytyapman, ideallashtirgim kelmayapti. Bu tarafni ham gapirish kerak. Keyin vinodan keyin viski. Viskini ham ichib ko'rdim. Viski taxir tomoni qirib yuboradi вообще. Viski ham unchalik, masalan, bitta serialda ko'rganimda viski bilan sigaretga shunaqangi urg'u berib yuborilgan. Chakmaydigan odam ham, viski ichmaydigan odam ham xullas haqiqiy bitta ichib ko'rib, chakib ko'rishim kerak deb boradi-da. Chunki u kinoda shunaqangi chiroyli ko'rsatilgan kadrlar, sigaret, viski tamom-da, вообще chiroyli-da. Keyin men o'sha ichibman-da, u serialda bo'lmabdi, deb ko'rish boshqa, nimasini yaxshi ko'rib ichishadi buni deyapman-da. Keyin nima bo'ldi? Undan keyin ozgina o'zi pivolarga qarab yurardim magazinda. Buni ham tan olish kerak. Pivolarga qarab turib, chunki pivolar chutki taxlab qo'yishardi, katta banishida chiroyli turardi, anaqada. To'g'risini aytaman, o'sha borini aytaman. Yomon tortyapti mana deb urardim-da, tarishlar bilan kirganimda. O'zi ichmaydigan odamman. Ular ham hayron. Nimaga deyishyapti deb bilmadim, lekin yomon oxiri bir kun ichib qo'yaman deb yotibman-da. Shunaqa duri oxiri men ichib yubordim. Keyin pivoga o'tib ketdim. Pivoda bir ichib bir kuni 6 ta 7 ta banishni ichib yubordim. 6 ta 7 ta banishni ichib yubordim. Ham o'ynab, ham chips yeb, bu chips bilan yaxshi ketadi-da. 6 tani ichib yubordim. 6 ta 7 ta banishni ichib yubordim-da. Shuni bilyapman, gapimni ham analiz qilmayman, pivoda bemalol gapimni analiz qilmayman, nima qilayotganimni ham bilyapman. Ertasi kuni bosh og'riydi, shu kuni bosh og'riydi, yoqimsiz-da. Pivoda nima bo'lar ekan odam?
pivo ichib turib, masalan, kimdir o'zini jinlikka otdim, gaplarim bilmasdan gapiraverdim, bo'lmagan gap deb o'yladim. O'sha payt reski xulosani oldim. Pivoda odam bilib turadi. 100% men chunki 6 dan 7 ta ichib yuborganimda men bilib turibman. Nima qilayotganimni, nima gapirayotganimni, nima qilmoqchi bo'lganimni dash. Chunki eslab ham qoldim ko'p anaqasini, eslab ham qolganman ertasi kuni. Pivoda realni u odam mast bo'lmaydi. Pivo просто qizdiruvchi, takoy miyani boshqacha qilib qo'yadigan. Bora ko'p ichib yuborsa ham yo'q, o'sha dozaga pivoga o'tirib qolgandan keyin pivo unchalik anaqa ham bermaydi. Просто odat ustiga aylanadi, как boshqa gazli ichimlikni ichgandek odatiy holda pivoga ham shuna odatiy holda qarab qolinadi. Aytadigan bo'lsam, keyin pivoda shunaqa bo'lindi, pivodan keyin anaqa boshlandi, aro boshlandi, qo'rqinchli-da. Oldin umuman o'zimga dostoyniy edim. Chunki qanaqadir voqealar, qanaqadir narsalardan o'tib, odam 3 yil davomida o'tib, men uzoq bo'laman bunaqa sigaret ichishdan. Men uzoq bo'laman. Men bunaqa bola bo'lmayman, unaqa bola bo'lib qolmayman degan edim. Yo'q, yaxshigina men yaxshi dars olmaganmanmi deyman. Lekin o'sha aytganimdek bitta plan bor edi. Men dozalarni ko'ryapman-da. Odam qanaqa bo'lishini men keyin tushunaman. Nima ichgandan keyin men kelajakda masalan kimdir bilan nimadir bo'lib qolinsa, ichkilik emasda masalan nima ichganiga qarab ham gaplasha olaman bemalol. Chunki u meni aldolmaydi masalan. Masalan pivo ichib turib menga уже bu yoq gapiraverdim desa, men уже tushunaman, уже pivo bilan unaqa narsa bo'lmaydi deyman. Keyin nima bo'ldi? Xolos pivani dozasidan keyin aro ichmayman, unaqa aro bo'lmaydi, вообще u tubiyu derdim-da. Keyin aroni xullas sok bilan ichish varianti bor ekan. Masalan muz idishga shaftoli so'ki quyiladi, ozgina qolgani tepasidan ozgina aro qo'shib yuboriladi. Shunda doza shunaqangi bo'ladiki, nima bo'ladiki, doza yutimi zo'r bo'ladi, xullas miyaga zo'r tepadi. Yutimi zo'r bo'lar ekan, xullas miyaga zo'r tepar ekan. Xullas ideallami? Pivo unaqa tepmaydimi? Xullas tushdimi? Men tushunib qoldimmi? Unchalik pivochalik ichib tashlamadim aroni. Ichildi. Ko'p ichilmadi. Ko'p unaqa davr bo'lmadi. Nima bo'ldiki, xullas shu men yana bahona izlashim mumkin. Masalan, boshqa fokusdan qaraydigan bo'lsak, har xil fokuslarni ko'rib chiqamiz. Pul topilgandan, to'qligi, zerikishdan, pontdan, keyingisi просто dumkaga tushgandan, stressga tushib qolgandan, maqsad o'xshaganidan, keyin bu har xil taraflama hamma narsa chala bo'lib ketganidan, xullas keyingi fokusga oladigan bo'lsak, atmosfera nima demoqchiman? Men tanishlarim bu yoq demoqchi emasman. Atmosfera, men kelgan davlatim atmosfera odatiy hol. Menga ham oldindan tayyorlatishgan, unaqa buzilib ketmagan, unaqa bo'lmagan-da. Aytadigan bo'lsak, men ularni maslahat bergan odamlarni yomonlamoqchi emasman. Просто maslahat birovga berishimiz boshqa, baribir u hayotda yashab o'tishimiz, o'sha hayotda o'zimiz qabul qila olishimiz, o'sha sinovlardan o'zimiz o'tib olishimiz boshqa temada. Bilardim. Atmosferaga ham bitta fokuslama qarasa, atmosferada oladigan bo'lsak, bu odatiy hol, butun xalq bo'yicha odatiy hol. Balki keyingi boshqa videolarda ham o'z bilsanglar bo'ladi, qaysi davlatdaligimni. Bilsanglar bo'ladi. Men Qozog'iston qilib qo'yganman YouTube'ga, qizig'i, zo'ra, chiroyli. Qozog'iston, Janubiy Qozog'iston deylik. Xullas keladigan davlatni xalq atmosferani ham oladigan bo'lsa, odatiy hol, normalniy holat. Bu taraflama ham odatiy hol bo'lgani uchun balki osonroq bo'lgandir. Pulda ham oson bo'ladi, qaysidir taraflama finansiy boshqacha pulni ko'rganim uchun ham buzilgan bo'lishi mumkin-da. Xullas hammasiga qo'shilaman. Hamma fokuslama taraflama hammasiga qo'shilaman. Aytmoqchi bo'lganim, keyin nima bo'ldi? Eshik ochilib ketaverar ekan. Bitta anaqani bo'lmas ekan, bitta narsani o'sha bo'lmas ekan. Aytmoqchi bo'lganim, menda shunaqa xarakter borki,
manda уже bitta kichkina eshikni ochdimmi, keyingisini ochishim kerak. Masalan, kichkina nima bo'ldi u ichkilikdan keyin klubga odam kirgisi kelib qolar ekan. Klub atmosfera aytmoqchi bo'lganim, yana atmosfera, bu klub ham shunaqa joyki, yashayotgan davlatim, u ham atmosfera osonda. Manda nima bo'lyapti? Klub atmosferani ham ko'rish kerak. Просто tak men ichimdan aytayapman, yoqmasa ham. Bu balki kimgadir o'sha og'ir tushunar, как будто mumkin emas u internetda, bunaqa emas u deganday. Men o'sha aytmoqchi bo'lganimdek, mumkin bo'lishi mumkin. Просто kimdir gapirgisi kelmaydi unaqa temalarni. Men gapirib balki ko'p gapirgan odamlar ham ko'p, lekin endi o'zbek auditoriyasida oladigan bo'lsak. Keyin shu klublar boshlandi. Keyin menda o'sha anaqa yondiki, deyapman-da klubga kirib. Atmosfera bomba, ashula baland, bosa-bos, muhit bomba. O'sha paytda anaqasida aytdim. Hozir endi nima qilsam bo'ladi, endi hozir u adashganlar, ya'ni ular o'tda dunyoni anaqa boshqacha ko'radigan yosh bolalarda o'tda deb o'tirsam bo'ladi endi hozirgi anaqamda. Unaqa demaylik, chestni gapirishga harakat qilaman. Atmosfera bomba, realniy, kechqurungi hayot, kechqurungi vibe, o'ziga yarasha, nima deydi, bolalar, qizlar hamma o'ynagan, hamma tepaga sakragan. Men ham maza qilib o'ynadim, sakradim, nima deydi, takoy inglizcha ashula qo'yilganda, masalan, bombada siz bilib qolasiz va ashula biladigan ashulangiz o'sha boshqa atmosferaga chiqiladi. Boshqa basharlar ochiladi, boshqa maskalar kiyiladi. Realniy boshqa maskalar kiyiladi va pisheti o bo'ladi, ya'ni kosmosga uchiladi, sun'iy kosmosga uchiladi. Yana o'tdan beradi, takoy pivo berib qo'yadi. So'kosingiz bo'ladi, любой narsa olsa bo'ladi. Tekinga beradigani bor. Просто o'sha biletni ko'rsatilsa, kirganda pivo beradi. Takoy o'sha pivoni ichib, kinolardagida, realniy. Menda shunaqa bo'lyapti. Vizual shunaqa ketgan o'sha paytda. Kinolarda ko'p ko'rganman, atmosferani ko'rganman, atmosferaning to'ligini bilaman, lekin o'sha o'tda ko'rganman, o'sha kinolardagi takoy qo'lda pivo, amerikanskiy kinolar, qizlar bolalar o'ynagan atmosfera bomba, nima kayfiyat вообще yuqori darajada deydim, yuqori darajada вообще aniq. Xullas, nerealniy odamni g'ubori chiqib, o'sha payt g'uborim chiqqan, realniy. Ertasi kuni boshqa kunlari odam cho'kadi, sinadi. Foydasi yo'q, baribir o'sha eski muammolari qo'shab turadi ertalab turganida. Ochuchasiga gapiring. O'sha paytda o'sha zonada bo'lganimda bomba, вообще hamma narsa o'chgan, miya o'chgan, o'sha hech nimani o'ylamayapman. O'sha hammasiga qo'ygan joyim bor, bombada o'zim yashab, men ham ana narsa yonganda, men ham odamman, nima endi jonga tegdi, nima u? Nima bir anaqani yo'q qo'yganman. O'sha zonaga bechara zonasi bor. Bechara emas u, becharani yo'q qolish anaqasi bor u. Meni hech kim tushunmayapti. Dunyo adolatsiz. Hech kim meni anaqamni bilmaydi-da, meni ichimdagini tushunishmadi-da. Balki nimadirlarim qilmoqchi edim men. Men boshqacha edim. Yaxshiligimni qadriga yetishmadi. Nimadirlar odamlarga yaxshi bo'laman sen ham foydasi yo'q ekan. Farqi yo'q, yashash kerak o'zing uchun deganim. Narsalar yonib ketib qoldi menda. Chist yonib ketib qoldi. Keyin shunaqa kirib ketib qoldi. Klublar, atmosfera, qizlar bilan o'ynash, u yoq bu yoq, o'ziga yarasha vibe вообще boshqacha. Kinolardagi tong'alaman, kinolardagi bomba, haqiqiy jajigan deydimi, nima yondiradigan deydi-yu. Mumkin emas, bilaman, miya biladi. Undan oldin mumkin emas, o'ziga yarasha uni ketidan anaqalariga, javoblariga turib berish kerak, uni natijalariga. U joylarni hammasini odam biladi. Yaxshi, klubdan yana jiddiyroqlashib ketilmadi, xudo asrab qoldi. Klubdan-da yana jiddiy temasi bor, bilsanglar bo'ladi. O'sha xullas, o'sha gap. Jiddiylashib ketib qolmadi. Xudoga shukr, unda asrab qoldi xudo. U yog'iga yana jiddiylashmadim. U yog'ida to'xtadim, bo'lmas. Klub o'zida to'xtadim, o'sha yana
Endi yashayotgan atmosferamda odatiy hol, couple bo'lish, juftlik bo'lish, bitta qizni topib, gaplashib, sevishib, dardlashib, o'rtoqlashib, почти er xotindek yashab, xullas, chunki bu odatiy hol, do'stona bo'ladimi, do'stonasimi, sevishib deydimi, bu odatiy hol. Unaqa odatiy holgacha o'tib ketib qolmadim уже. Men уже biosistemani ham eplolmadim. Biosistemada ham jiddiy tura olmadim. U yoqni ham chalaqib tashlab chiqib ketib qoldim. U yoqni ham mana shu ichkilikni ham, klubni ham chalaqib tashlab ketib qoldim. Unda ham sho'ng'ilmadim. Unda ham chalaqib chiqib ketib qoldim. Keyin o'rtalarda ichmadim, u yoq bu yoq. Ozgina pererivlar oldim, yaxshigina pereriv oldim. Umuman o'zi yana boshqa ishlar bilan sho'ng'ilib ketdim. Yana ish, o'qish, eplash, O'zbekiston muammolari bilan oilaviy, finansiy holatni nimadirni qilish, oila bilan bu yoqda bo'lsam ham, bitta o'zim bo'lsam, oilani dardi bilan yashash, qo'ldan kelgancha o'zimni shaxsiy muammolarim, o'zimni shaxsiy rivojlanishim deydimi, ish katta anaqa soat baribir ish bilan bog'liq ish, qorinni to'ydirish kerak. Xullas, shunaqalar bilan o'tib, keyin o'rtada yana bitta ozgina qaytdim. U oxirgi meni ichganim. Eng qizig'i o'sha voqeani aytib beraman. Nima bo'ldi? O'sha ichgan kunim 10 fevralda ichibman. Oxirgisi 2024-yil 10 fevralda ikkita banishnik pivo ichganman. Eng qizig'i norindan keyin, norin yeb turib, o'sha takoy yoshlik yig'iladigan o'zini zona bor. Shunaqa zonaga borib, hamma yonaman degan yoshlar, kechqurun yonaman degan yoshlar shunaqa joyga borgan, aylanib yurganimda shunaqa ichdim. Qusdim ham. Keyin o'tib ketdim, qusishdan oldin ichib olman, xullas. Nimaga men 10 fevral deb aniq-taniq aytib beryapman? Unaqa aytib bera olmasligim kerak-da. 2024 10 fevral aniq deyapman, уже 1 yildan oshib ketdi. Nima deyapman, nimaga o'sha kuni ichib turibman, urus turibdi-da, urus Lamborghini urus turibdi, sapsaru. Orzudagi Dream mashina. Menda nomeradi umummasi, просто baribir superkar orzularning ichidagi mashinada, baribir kinolarda, Instagramda ko'rib, hayotda ko'rib, u pul bilan, u oddiy anaqa ish bilan, oddiy pul bilan olib bo'lmaydi bu mashinani. Ko'ryapman, ichib turibman ham, ko'ryapman. Rasmini ham olib qo'yganman, o'sha uchun sanasini bemalol aytolmadi, urus olib qo'yganman. Chonman o'ylayapman, bundoq qarayapman. Shumidi meni orzularim deyapman. Qara, mana bu urus turibdi, sen bu mana bu ichib turibsan deyapman-da. Ya'ni ichib otib olmayapman emas, ichmayman bo'ldi, ketdim uyga emas. Ichib turib oxirigacha ichganman-da, ikkita bakali oxirigacha ichib urusga qarab turib rasmini olib. Voy deyapman-da. Sen shu joygachamiding, sani planing deyapman. Shu joygachamidi? Qani maqsadlar? Qani urusni olaman degan? Qani superkar olaman degan? Bola qani o'g'il bola deyapman-da. Qani seni yongan anaqang? Shu yergacha kela oldingmi? Shu yerdami? Shu orzumi? Qarab turasan men birovga degandek qolib ketib qolganman-da shu payt. Mayli, odam yeta olmasligi mumkin, urus bilan odamning muvaffaqiyatligi belgilanmaydi hayotda. Boshqa narsalar bilan, juda ko'p narsalar bilan belgilanadi. Просто men baribir qaraganda urus turibdi, takoy, men ichib turibman-da. What the fuck? Hayot вообще boshqa planda edi. Deyapman-da. Shu payt xullas ichdim, keyin qusdim. Burundan buloq bo'ldi. Norindan keyin ichadimi degan savol bor. Mening farqi yo'q deydi. Xullas o'sha oxirgi ichganim edi. Aytmoqchi bo'lganim, o'shandan keyin ichganim yo'q. O'sha gap, xatoni ichish kerak emas deyishadi. Tavba qilish kerak. Tavba qilib o'zidan so'rab, o'sha odamga gapirib o'tirish kerak emas deydi. Endi deyiladi. Men yaxshisini gapiraversam-da, manaqa temalarga kelganda prosta tabu mavzuda prosta tak shu temani yopib qo'ysam. O'zim uchun vijdonan qiynalaman-da, vijdonan qiynalaman. To'g'ri, buni kelajakda uydagilarim ko'rishi mumkin, xotinim ko'rishi mumkin, bola chaqam ko'rishi mumkin, boshqa odamlar ko'rishi mumkin. Meni nimalar qilganimni bilishligi mumkin.
mohir shunaqalar qilgan ekan deyishligi mumkin. Shunaqalar bo'ldi. O'rtoqlar, shunaqalar bo'ldi. Bu hayot ekan. Shunaqa joylardan o'tdim. Buni gapirisham o'zi bo'lmadi. Gapirish kerak deb o'yladim. Aytganimdek boshida ham ko'p marta aytdim. Ideal insonni bu yerda shakllantirmoqchi emasman. Bu inson xatolari bor, xatolarni tan oladi, xatolarni ustida ishlaydi va yana xatolarga qaytishi mumkin. Bu idealni komillikka yetaklovchi yo'l emas bu YouTube. Komillikka kristalniy oppoq qalbga yetaklovchi yo'l qilmoqchi emasman, unaqa yo'l emas. Shuni aytmoqchi edim. Endi kelajakka keladigan bo'lsak, kelajakda yana ichib ko'rmoqchiman. Wow deyishinglar mumkin. 1 yil o'tib ketgandan keyin nima deb aytmoqchi bo'lgan, ichib ko'rmoqchiman. O'sha balki YouTube'da ko'rsatarman, ichib turganimni chakib ham ko'rmoqchiman, yana ichib ham ko'rmoqchi. Nimaga? Odam bilishi kerakki, men nazarimda xumor tutyaptimi, xumor tutmayapti umuman. Nimaga? Men aytmoqchi bo'lgan, ideal joy emas bu YouTube, oliylik emas, xatolar bor, nimadir bor. Umuman bo'lmaydi unaqa joy. Kinolarda ham bo'ladi-yu, mana qahramonda ham qanaqadir period bo'ladi-yu. Ichib qo'yishi mumkin, chakib qo'yishi mumkin. Qaysidir qiz bilan yurib qo'yishi mumkin. Nimadir xatolar, keyin to'g'rilab, tushunib nimadirlar qilib, keyin boshqacha. Masalan, hozir hozir 1 yil o'tib, o'sha manaqa gapirsam ham bo'ladi. O'sha xulosani olib bo'lgandan keyin kichkina o'zimga bo'lgan xulosani olib, YouTuberchilar ichmayli, chakmayli. Ichish, chakish, klubga borish zararlarni pulni to'plab, informatsiyani to'plab, hammasi zarar, sog'lig'iga zarar, uyog'iga zarar, hayoting orqaga ketadi. Dumkaga kirasan, muammolaring yechimi bo'lmaydi baribir. Muammolaring yana qaytadan o'ralashsan, boshqacha muammolar orttirib kelasan deb gapirib ketishi mumkin. Adolatdan bo'lmaydi-da, u odam o'zini yo'lini ham ozgina gapirish kerak-da. Prosta xulosam o'tib ketgan narsamni gapirmasdan, o'zimni hozirgi xulosamni zo'r chiroyli qog'ozga o'rab gapiraversam, anaqada u anaqa bo'lib qoladi-yu. Bilasizlar-yu. Nima deydi? Televizor bo'lib qoladi, televizor emas. Ertaklar makon bo'lib qoladi, ertaklar yaxshilikka yetaklar degan joy bo'lib qoladi. Bu YouTube. Bu mujikskiy jaydar kontent, xudo xolasa, shu ochuchasiga gapirib olish qo'ldan kelgancha, menga sekin vaqt kerak emas, sekin gapirib qiyin bo'lgan temalarga ham o'taman. Qiz bola temasida men hozirdan aniq aytib qo'yaman, u keyinchalik gapiradigan temalar yo'q, masalan, umuman yo'q. Men o'zimni dastoyman qiz bola temasida, unaqa ashibkalar bo'lmagan, kimdir hayoti buzib qo'yilmagan, kimdir hayotiga tajovuz qilinmagan, kimdir hayoti bilan realni o'ynashilmagan, umuman hech qaysi men dastoyni gapira olaman hozirdan. Umuman ponni gapira olaman, dastoyni o'zimga javob beraman. Hech qaysi qizga umuman anaqa hech nima bo'lmagan. Hech qaysi qiz bilan ham yurmaganman, u yoq qilinmagan. Agar u hayotimda bo'ladigan bo'lganda hozir o'zida gapirardim. Nima xulosa olganim, nima xatolar bo'lganim o'zi emas. U temada chuqurlashmaganim, u temadan eshigini ochmaganim uchun, mana shu eshiklarda qolib ketganim uchun u temani bilmayman. Hozir bilmaydigan temamni u yog'ida, bu yog'ida, masalan, taniydigan odamlarim, u yoq bu yoq kimdirlarning hikoyalarini bilaman, gapirib bersam bo'ladi, lekin men o'zim yashamaganman, uni o'zim aniq qilmaganman, u hikoyalarda bo'lmaganman. Birovlarning hikoyasini aytib berib, men bu yerda hozir xulosa qilib, mikrofonni olib, prosta takani vaziyatga tahlil qiluvchi, vaziyatga baho beruvchi odamdek bo'lmoqchi emasman. O'shanga prosta o'zimni boshimdan voqea o'tganini aytmoqchiman. O'sha aytib beryapman, shu gap. Bu yerda ham YouTube'da ham balki bo'ladi. Ichib, chakibmi, u yoq bu yoq shunaqa qilinadigan bitta son ham bo'linadi. Chunki shu gap. Odam masalan 1 yildan beri xudo asrayapti, masalan, ichkilikdan, boshqa narsalardan, qizdan uzoq yurishga, chakishdan xudo asrayapti. Prosta odamda shunaqa narsa yonib qoladiki, uddalayapman degan narsa bo'lib qoladi. Men shu shunaqaman-da o'zi, meni xarakterim kuchli-da o'zi. Boshqachaman, disiplinachiman. Kimdirlar ichyaptimi, kimdirlar chakyaptimi, kimdirlar qiz bilan yuribdimi, qizga boryaptimi,
ulardan o'zgachaman-da man, ulardan ajralib turaman. Ular ular botdi, ular hayotda ular xatosiga ko'mildi, ular sho'ng'idi, ular bilmayapti-da. Men o'ylagan nuqta вообще boshqa, oliy nuqtada deb o'zim kutirib qo'yishim mumkin-da. O'zimni vo qilib o'zimni olib chiqib qo'yishim mumkin. O'shaning uchun olib chiqmasligim uchun o'zimni yana tushirishim uchun hayotda qilgan xatoyimni YouTube'da ham ko'rsatib yana bitta qilishim kerak deb o'ylayman. Chunki aytmoqchi bo'lganim YouTube ertaklar yaxshilik yetaklar degan joyi emas. YouTube ham bu hayot, hayotdan farqli o'laroq sal bu yerda obraz bo'ladi-da. Bu haqida ham gaplashamiz. Ruhon obrazi haqida. Shularni gapira olmoqchi edim. YouTuberchilar o'zinglarni asranglar. Ichlarim degan gapirib olishga harakat qildim. Bilmadim, kimgadir уже yoqmay qolgandirman, yoqmay qolgandirman. Bu уже sizlarning ishinglar, bu ma'noda ekan, o'zim ichimdagi gaplarim edi. Shunaqa gaplar, yana yaxshilikda gaplashish, diydorlashish, ko'rishish nasib qilsa, sizlar bilan ergashib Rahon bo'ldi. O'zinglarni asranglar.